Assalomu alaykum. Navbatdagi animatsiyamizni ko'rishni boshlaymiz. Bu Koptok animatsiyasi ekan. Juda ham yaxshi. Bu yerda nima deydi? Fizik jonsiz Koptok emas, jonli Koptok qilingan ekan. Juda ham yaxshi qilingan. Xarakter bor, arkalar bor, squash and stretch yaxshi qilingan. Timing bor. Take'lar ham qilingan ekan. Juda ham yaxshi. Xo'p, birinchi navbatda Koptogimiz biroz sekinroq harakat qilgan. Tezroq harakat qildirsak yaxshiroq bo'lardi. Tezligini aytaylik 25% ga ko'paytirib ko'raylik. Ancha yaxshi. 25% ga ko'paytirdik, ancha yaxshi. Yana 50% ga ko'paytirsakchi. 50% ga ko'paytirsak ancha yaxshi bo'ldi. Ya'ni 233 ta kadrdan 1,5 ga bo'lsak 233 ta kadrda 1,5 ga bo'lsak kamida 155 ta kadrlar qisqartirsangiz tezligi ancha yaxshi bo'lar ekan. Mulchashning tezligi bo'lar ekan. Qarang. Ting. Mana shunday. Xo'p, birinchi sakrashi. Xo'p, mana bu yerda qarang. Squash and stretchni mana bu yerda stretch kadrimiz bor. Keyingisi squash. Mana stretchni yerga tegizing iloji boricha. Mana bu yerda yerga tegiz. Ya'ni tek. Hamneroq bo'lib turgani yaxshiroqdi. Tegib turgan. Keyingi qani squash qarang qiyshiqroq bo'lib qolgan. Qiyshiqroqmiz to'g'ri qarang. Bunaqasiga to'g'ri qilish kerak. Keyingi kadr qani yana squash bo'lib qolgan. Keyingi kadr yana squash. Keyingi kadr yana squash. Ko'rdingizmi? Mana bu narsalar bo'lmaydi. Agar iloji boricha nima deydi? Boshidan to'xtatmaslik kerak-da. Mana bu yerga to'xtatganingiz ma'qul. Bo'lmasa bir xillik yuzaga kelib qoladi. Shuning uchun maslahatim mana bu yerda squash qilgandan keyin mana bu yerda stretch qiling. Stretch qilingda o'zi tepaga chiqib ketaversin. Tepaga chiqib ketsin. Mana bu yerdagi yana squash stretchlarni olib tashlang, kerak emas. Xo'p, ularni bu yoqqa qo'shasiz. Mana bu yerga ham stretch qilgan vaqt tegsin yerga tegmay qolyapti. Squash, mana squash stretch. Endi mana bu yerda stretch bo'lyapti, cho'zilyapti. Keyingi kadrimiz squash bo'lmayapti. Qarang, yon tomonga o'tib qoladi. Yo'q. Mana bunday bo'ldimi? Qarang. Mana bunday stretch bo'ldimi? Keyingi kadrimiz squash bo'lishi kerak. Mana bunaqasiga bo'lishi kerak. Squash stretchda ehtiyot bo'lamiz, chunki salgina yo'nalishni o'zgartirib o'rsak, squashga o'xshamay qoladi-da, yon tomonga qaraganday bo'lib qoladi. Shuning uchun squashni pastga to'g'ri qilamiz, mana gorizontaliga bo'lsin. Xo'p. Keyin nafas olishi. Mana bu yerda ham qiyshiq bo'lyapti, kerak emas qiyshiq bo'lishi, to'g'ri bo'lsin. Squash. Mana bu yerda nafas olib turgandan keyin squash pozaga emas, dumaloq pozaga olib kelasiz. O'sha pozani bir 10 ta kadr yoki 15 ta kadr saqlab turing. Bu degani tinchlantirishimiz kerak edi. Hozir animatsiya to'xtamayapti. Doim animatsiya bo'lib turibdi. 10-15 ta kadr tinchlantirasiz, keyin mana qarashini qilasiz. Qarash. Mana bu qarash juda sekin. Qarang. 105 dan boshlanyapti. 116 gacha, ya'ni 11 ta kadr. Juda sekin qarash qilyapti. Buni 4 ta kadr qiling yoki 5 ta kadr qiling, 2 barobar tezlashadi. Shuf bitib qarang. Keyin uni ushlab turasiz.
Tak. Endi men qaragandan keyin bu yoqqa orqaga qarashi tushunarsiz bo'ladi. Nima uchun orqaga qarayapti? Birdaniga mana bu tekni qilsangiz bo'ladi. Mana bu qo'rqishdi. Qaradi, qarab turdi. Qarab turibdi-da, birdaniga mana bu poz. Mana bular animatsiyalarni mana bu yerdan boshlab olib tashlaysiz. Mana shu 122 dan boshlab animatsiyangizni olib tashlaysiz. Mana bu yergacha. 136 gacha. Birdaniga bitta kadrda squash poza bo'ladi. Mana bu yerda 122 bo'lsa, bitta kadrga squash poza bo'ladi. Endi take. Take degan mana bu siqmoqchi bo'lgan narsa, qo'rqish. Takeis juda sekin. Sekin. Birinchidan 136 dan bitta kadrda bunday qiling. Bitta kadrda stretch qiling. Tushundingizmi? Bitta kadrda. Keyin keyingi kadrga yana mana bunaqasiga. Keyingisiga yana bunaqasi sekinlashtirasiz. Tushundingizmi? Keyin pastga tushadi. Zina bo'lish kerak. Ya'ni hozir zina bo'lib tepaga chiqdi. Tushundingizmi? Zina bo'lib tepaga chiqdi. Endi ozgina pastga tushadi, yana zina bo'lib tepaga chiqadi. Pastga tushadi, tepaga chiqadi, pastga tushadi, tepaga chiqadi. Umumiy hisobda bunaqasi tepaga chiqib boraveradi, lekin ozgina pastga tushish ham bo'ladi. Xuddi shuni mana bu yerda pastga tushiramiz hozir. Bunaqasiga. Bunaqasiga. Keyin yana tepaga chiqaramiz. Endi ko'proq chiqarishimiz kerak. Qarang. Ko'rdingizmi? Keyin yana pastga tushirasiz. Kamroq pastga tushiramiz endi. Bunday. Yana tepaga chiqaramiz. Endi ko'proq tepaga chiqaramiz. Tepaga chiqarganda ham easy in easy out ga e'tibor beramiz. Endi pastga tushiramiz. Endi pastroq, kamroq pastga tushiramiz. Endi tepaga chiqaramiz ko'proq. Qarang, o'shanaqa bo'lish kerak-da. Tushundingizmi? Tepaga pastga. Shu shaklda qilasiz. Endi har xil uslub bu. Masalan, 4 taga chiqarib, mana bu yerda chizganimizdek 4 taga chiqarib 2 taga tushirish, 4 taga chiqarib 2 taga tushirish, 4 taga chiqarib 2 taga tushirish, 4 taga chiqarib 2 taga tushirish qilsangiz bo'ladi. Yoki 3 taga chiqarib 2 taga tushirish, 3 taga chiqarib 2 taga tushirish, 3 taga chiqarib 2 taga tushirish. Shunaqa zigzag qilishingiz kerak zina. Va mana bu tushishi juda sekin. Mana bu tushishi juda sekin. Mana bu kadrdan boshlab mana bu yergacha qarang. 116 ta kadrga tushyapti. Juda ko'p bu 16 ta. 8 ta kadrga tushiring. 2 barobar tezroq tushadi. Va mana bu yerda tushgandan keyin qarang, squash yana qiyshiq bo'lib ketib qolyapti. Squash to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, mana bu kadr stretch kadr bo'lsa, stretch kadr qilasiz. Keyingisi squashingiz mana bunaqasiga to'g'ri bo'lsin, mana bunaqasiga. Mana bunaqasiga to'g'ri bo'lsin. Keyingi kadringiz mana bunaqasiga stretch bo'lsin va sakrab ketsa. Mana bu yerda bitta kadr, ikkita kadr qolib ketyapti-da. Orqaga tiq etib qaltirab qolyapti. Mana bu yerda yana chappacha squash bo'lib sakrayapti. Yo'q, naborot stretch bo'lib sakrasin. Keyin mana bu yerda dumaloq bo'lsin. Dumaloq. Squash stretch kerak emas. Mana bu yerda ham noto'g'ri stretch bo'lyapti. Tomonga bo'lish kerak endi. Hamda sakrash, любой sakrashda xohlagan sakrashingizda mana bunaqasiga bo'lish kerak-da. Dumaloq.
bunaqasiga cho'zinchoq, keyin dumaloq, keyin cho'zinchoq, mana shunaqa bo'lishi kerak. Yo'nalishi shunaqa bo'lishi kerak. Sizda shu teskari bo'lib ketyapti. Va bu yoqda ham xuddi shunday teskari bo'lib ketyapti. Qarang. Mana bu yerda qarang, bu tomonga bo'lib ketyapti. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda ham squash stretchlari yo'q. Boshida qilgan zo'r squash stretchlaringiz oxirida kelib qilinmagan, shoshgan bo'lishingiz mumkin. Mana shularni to'g'rilang. Juda yaxshi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat.